Biz navbatdagi 200 kvadrat atrofidagi obyektimizni yakunlab berdik. Bu yerga ham gaz yaxshiligini hisobiga hozir ko'rsatamiz. Gazda ishlaydigan Vailand 7 kotyolni o'rnatib berganmiz 22 taligidan. Hozir ispitaniya jarayoni ketyapti. Ishlashlari juda a'lo darajada. Hop, yoniga har doimgidek stabilizatorlar bilan o'rnatib berganmiz. Bu mana tokda o'sha maromida ushlab berib turishi muhim. Mana shu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Shuning uchun biz har doim mana 220 da ushlab berib turibdi tokda. Xo'sh, bu yog'i mana montajlarimizni ko'radigan bo'lsalaring, xudo xolasa, polni tagidan qilib, chiroylab montaj qilib o'rnatib berganmiz. Polni tagidan chiroyli montajlar, sifatli materiallar, issiqlik qo'lni kuydiradigan darajada. Endi qolgan xonalarimizni ko'rsatadigan bo'lsak, hamma xonaga bittadan o'rnagan bo'lsa, mana bu romimizda ikkita o'rnagan, chunki bu kvadraturasi kattaligini hisobiga. Bu yoqda mana mehmonxonamizga o'rnagan radiatorimizni ko'rsatadigan bo'lsak, bu o'sha o'rta tochka. Hozir issiqligini ko'ramiz. Issiqligi bu yerda ham mana o'sha qo'lni kuydiradigan darajada. O'sha boshida qanday bo'lsa, o'rtadagi tochkamizda ham xudo xolasa bir xilda bu yerdagi montajlarimizni mana polni tagidan qilib, chiroyli qilib ishlarni bitirib berganmiz. Jami bo'lib 9 xonadan iborat. Bu yerga o'shanda 11 ta radiator o'rnagan bo'lyapti. Aytganimizdek, mana bu romimiz kattaligini hisobiga bu yerda 2 ta radiator o'rnatib berganmiz. Ishlashlari juda a'lo darajada. Mana ro'paradagi xonalarga ham bittadan o'rnatilgan. Bu yerga ketgan umumiy rasxodlarni aytadigan bo'lsak, shu 31 million atrofida bo'lgan. Uni ichida rasxod materiallar, usta haqqi, kotyol hammasi ichida bo'lib turib 31 million so'm pul ketgan. Mana 23 million bu rasxod materiallarga ozgina qo'shimchalar bo'lgan. Shu 31 million atrofida pul ketib qolgan. Mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, xudo xolasa vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatib beraveramiz. Ekranda raqamlarimizni qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar.